Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda ham muhim va ko'pchilikning uyqusini o'g'irlayotgan bir mavzuni muhokama qilaman. Pensiyalar qisqartiriladi. 2026 yildan boshlab pensiya to'lashning yangi qoidalari. Ha, siz to'g'ri eshitdingiz. Bu yangilik har birimizga, hozirda ishlayotganlarga ham, pensiyaga chiqish arafasida turganlarga ham, hatto hozirda pensiyasi oluvchilarga ham ta'sir qilishi mumkin. Bu ma'lumot shunchaki muhim emas, balki hayotiy zarurat. Shu sababli videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Har bir so'zimni tushunishga harakat qiling. Hozirdayoq kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu videoni o'tkazib yuborish sizning kelajakdagi moliyaviy barqarorligingizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Keling, avval vaziyatni tushunib olaylik. Qanday edi va nima o'zgaradi? An'anaviy pensiya tizimi. Biz bilgan va ko'nikkan tizim. Ko'p yillar davomida oddiy tamoyil asosida ishlagan. Siz ishlayapsiz. Daromadingizning ma'lum foizini pensiya jamg'armasiga o'tkazyapsiz. Va bu pullar hozirgi pensiya oluvchilarning nafaqalarini qoplashga xizmat qiladi. O'zingiz pensiya yoshiga yetganingizda esa sizning pensiyangizni o'sha paytda ishlayotgan avlod to'laydi. Bu avlodlar birdamligi tamoyili deb ataladi. Pensiya miqdori asosan ish stajiga, ya'ni qancha muddat rasman ishlaganingizga va o'rtacha ish haqingizga bog'liq bo'lgan. Staj qancha ko'p bo'lsa, maosh qancha yuqori bo'lsa, pensiya ham shuncha katta bo'lar edi. Ko'plab odamlar yillar davomida staj yig'ishga, yaxshi maosh olishga harakat qilishdi. Chunki bu ularning keksalik kafolati edi. Davlat bu tizimga ma'lum kafolatlarni bergan. Masalan, pensiyaning minimal miqdori, inflyatsiya hisobga olingan holda indeksatsiya qilinishi va boshqalar. Bu tizim juda uzoq vaqt davomida samarali ishladi, ammo demografik o'zgarishlar, ishchi aholi sonining kamayishi va pensiya yoshidagi odamlar sonining ko'payishi bilan muammolar yuzaga kela boshladi. Pensiya jamg'armalari tobora kamrovatga uchrashdi va davlat budjetidan katta miqdordagi mablag'lar bu kamrovatni qoplashga yo'naltirildi. Bu esa uzoq muddatda barqaror emas. Endi 2026 yildan kuchga kiradigan yangi qoidalar haqida gaplashaylik. Eng asosiy o'zgarish shundaki, pensiya tizimi yanada shaxsiylashtirilgan va hissa qo'shish tamoyiliga asoslangan bo'ladi. Ya'ni sizning pensiya jamg'armasiga qilgan shaxsiy to'lovlaringiz aynan sizning nomingizga yig'ilgan mablag'lar pensiya miqdorini aniqlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Endi nafaqat staj va o'rtacha ish haqi muhim bo'ladi, balki eng asosiysi sizning hisobingizga qancha pul o'tkazilganligi. Bu esa avvalgi tizimdagi qora yoki kulrang ish haqi sxemalaridan foydalanganlar uchun jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Agar ilgari sizning ish beruvchingiz rasman minimal ish haqi to'lagan bo'lsa-da, aslida siz kattaroq summani olgan bo'lsangiz, pensiya hisoblashda faqat rasmiy minimal maosh hisobga olinar edi. Ammo yangi tizimda bu yanada qattiqroq bo'ladi. Qancha haqiqiy soliq va ijtimoiy to'lov o'tkazilgan bo'lsa, shuncha pensiya shakllanadi. Bu shuni anglatadiki, sizning ishingiz qonuniyligi va barcha to'lovlar rasmiylashtirilganligi endi pensiya miqdoriga to'g'ridan-to'g'ri va keskin ta'sir ko'rsatadi. Hukumat bu bilan iqtisodiyotni oqartirishni, ya'ni barcha daromadlarni rasmiylashtirishni maqsad qilgan. Bu har bir fuqaroning o'z pensiya kelajagi uchun shaxsan mas'uliyatini oshiradi. Pensiya yoshiga yetganingizda sizning shaxsiy pensiya hisobingizdagi jamg'armalar, shuningdek davlat tomonidan beriladigan bazaviy pensiya qismi va boshqa ko'paytiruvchi koeffitsiyentlar hisobga olinib, yakuniy pensiya miqdori belgilanadi. Agar sizning hisobingizda yetarli mablag' to'planmagan bo'lsa, pensiya miqdori sezilarli darajada kamayishi mumkin. Bu esa ko'pchilik uchun real muammo bo'lishi ehtimoli yuqori. Keling, bu yangi qoidalar kimlarga tegishli bo'lishi va kimlar xavotirlanishi kerak. Kimlar esa nisbatan xotirjam bo'lishi mumkinligini batafsil tushunib olaylik. Bu juda muhim qism. Diqqat bilan tinglang. Birinchidan, yangi qoidalar 2026 yildan boshlab pensiyaga chiqadigan barcha fuqarolarga taalluqli bo'ladi. Agar siz hozirda pensiyada bo'lsangiz, xavotirlanishga shoshilmang. Sizning pensiyangiz yangi qoidalar bo'yicha qayta hisoblanishi ehtimoli kam. Biroq, agar siz pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsangiz, masalan, 2024 yoki 2025 yillarda pensiyaga chiqishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, siz eski qoidalar bo'yicha pensiya olishingiz mumkin. Ammo 2026 yildan keyin pensiyaga chiqadiganlar uchun vaziyat jiddiy o'zgaradi. Kimlar xavotirlanishi kerak? Asosan quyidagi toifadagi fuqarolar diqqatli bo'lishlari zarur. Uzoq vaqt davomida norasmiy ravishda, ya'ni konvertda ish haqi olganlar,
Ikkini rasmiy ish haqi juda past ko'rsatilgan holda ishlaganlar. Ya'ni qonuniy minimal ish haqidan ham pastroq summadan ijtimoiy ajratmalar to'langanlar. Uch davlat sektori tashqarisida xususiy korxonalarda ishlagan, ammo ish beruvchisi ijtimoiy to'lovlarni o'z vaqtida va to'liq o'tkazmagan fuqarolar, o'z-o'zini band qilgan shaxslar, yakka tartibdagi tadbirkorlar, agar ular o'z ijtimoiy to'lovlarini muntazam va yetarli miqdorda amalga oshirmagan bo'lsalar. 5. Ish stajining bir qismi umuman rasmiylashtirilmagan fuqarolar. Endi esa bir nechta real hayotiy misollar bilan vaziyatni tushuntiraman. Raqamlar bilan. Misoliy, oliy maoshli va to'liq rasmiy ishlagan fuqaro. Faraz qilaylik, Echim yoshli Odil aka umrining 3-yilini davlat korxonasida yuqori lavozimda har doim rasmiy va yuqori ish haqi olib ishlagan. Uning ish haqi doimiy ravishda mamlakat bo'yicha o'rtacha ish haqidan 2-3 barobar yuqori bo'lgan. Uning ish beruvchisi barcha ijtimoiy ajratmalarni o'z vaqtida va to'liq hajmda amalga oshirgan. Odil akaning shaxsiy pensiya hisobida katta miqdorda mablag' to'plangan. 2026 yilda u pensiya yoshiga yetadi. Bunday holda Odil aka xavotirlanishi shart emas. Uning pensiyasi avvalgidan ham yuqori bo'lishi mumkin. Chunki yangi tizimda hissa qo'shish tamoyili kuchliroq ishlaydi. Uning yig'ilgan mablag'lari va uzoq staji evaziga munosib pensiya ta'minlanadi. Misol 2. Kam ish staji va o'rtacha maosh bilan ishlagan fuqaro. Tasavvur qiling. 15 yoshli Gulnora opa hayotining 20 yilini kichik bir xususiy firmada buxgalter bo'lib ishlagan. Uning ish haqi rasman o'rtacha darajada bo'lgan. Ammo ba'zi yillarda firma soliqni optimallashtirish maqsadida uning maoshini rasman biroz pasaytirgan yoki to'lovlar doimiy ravishda o'z vaqtida amalga oshirilmagan bo'lishi mumkin. Gulnora opa 2026 yilda pensiyaga chiqadi. Agar uning shaxsiy pensiya hisobida yetarlicha mablag' to'planmagan bo'lsa, uning pensiya miqdori avvalgi hisob-kitoblarga nisbatan sezilarli darajada kamayishi mumkin. Uning 20 yillik rasmiy staji bo'lsa-da, to'langan ajratmalar miqdori kutilganidan kam bo'lsa, bu uning pensiyasiga salbiy ta'sir qiladi. Gulnora o'zining pensiya hisob holatini tekshirish agar imkon bo'lsa, yetishmayotgan to'lovlarni o'zi to'lash imkoniyatini ko'rib chiqishi kerak. Misol 3. Norasmiy ravishda ishlagan fuqaro. Dirim taksi yoshli Akbar aka butun umrini qurilish sohasida ustalikka bag'ishlagan. Uning ishi doimo shartnomalar asosida. Qora naqd pul bilan to'langan. Rasmiy ish staji yo'q yoki juda oz. Uning uchun 2026 yildagi yangi qoidalar juda og'riqli bo'ladi. Akbar aka pensiya yoshiga yetganda uning shaxsiy pensiya hisobida hech qanday mablag' bo'lmaydi. U faqatgina davlat tomonidan belgilangan minimal bazaviy pensiyaga umid qilishi mumkin. Bu esa uning yillar davomidagi mehnati evaziga munosib pensiya ola olmasligini anglatadi. Akbar aka hozirdan o'zining ijtimoiy to'lovlarini rasmiylashtirishni boshlashi, o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishi va muntazam ravishda pensiya jamg'armasiga to'lovlar o'tkazishi zarur. Aks holda kelajakda qashshoqlik xavfi ostida qolishi mumkin. Misol 4. Aralash stajga ega fuqaro. 3 yoshli Dilorom opaning 15 yil davlat muassasasida rasmiy staji bor. Keyin esa 10 yil davomida xususiy korxonada ishlagan. Lekin maosh rasman kam ko'rsatilgan. Oxirgi 5 yilda esa o'z-o'zini band qilgan holda faqat minimal ijtimoiy to'lovlarni amalga oshirgan. Dilorom opa 2026 yilda pensiyaga chiqadi. Uning davlat korxonasida ishlagan staji uchun pensiya hisobiga ancha yaxshi mablag'lar o'tkazilgan bo'lishi mumkin. Ammo xususiy korxonadagi va o'z-o'zini band qilgan davrdagi to'lovlar kamligi sababli uning umumiy pensiya miqdori kutilganidan past bo'lishi mumkin. Yangi qoidalar uning pensiyasini to'liq ravishda shaxsiy hisobida yig'ilgan mablag'lar asosida shakllantiradi. Dilorom opa o'zining pensiya hisob varag'i holatini tekshirishi va kamomatni qoplash uchun qo'shimcha to'lovlar qilish imkoniyatini o'rganish kerak. Yuqoridagi misollar shuni ko'rsatadiki, yangi tizim har bir fuqaroning o'z mehnat faoliyatiga va ijtimoiy to'lovlariga bo'lgan mas'uliyatni oshiradi. Pensiya ta'minoti endi to'liq ravishda siz qancha hissa qo'shdingiz, shuncha olasiz tamoyili asosida ishlaydi. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Asosan davlat sektorida doimiy, rasmiy va to'liq maosh olib ishlagan fuqarolar nisbatan xotirjam bo'lishlari mumkin. Ularning ish beruvchilari ijtimoiy ajratmalarni to'liq va o'z vaqtida to'lagan bo'lishlari ehtimoli yuqori. Shuningdek, xususiy sektorda ishlagan bo'lsalarda ish haqi doimo rasmiy bo'lgan va ish beruvchisi barcha to'lovlarni vijdonan amalga oshirgan fuqarolar ham xavotirlanishi shart emas. Lekin baribir har bir holat individual.
Shuning uchun o'zingizning shaxsiy pensiya hisob varag'ingiz holatini tekshirishni unutmang. Bu keyinchalik afsuslanishdan saqlaydi. Endi esa yangi qoidalardagi istisnolar. E'tibor berish lozim bo'lgan nozik jihatlar va kutilmagan qiyinchiliklar haqida batafsil gaplashamiz. Bu qism sizning pensiyangizni maksimal darajada himoya qilishga yordam beradi. Pensiya tizimida har doim muayyan toifadagi fuqarolar uchun istisnolar bo'lgan va yangi qoidalar joriy qilinganda ham ular saqlanib qolishi kutilmoqda. Bularga masalan nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oila a'zolari, shuningdek ba'zi xizmat turlari yoki og'ir va zararli mehnat sharoitlarida ishlagan shaxslar kiradi. Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun agar sizda mehnat qobiliyati cheklanganligi sababli nogironlik guruhi belgilangan bo'lsa, sizning pensiyangizni hisoblashda alohida qoidalar qo'llanilishi mumkin. Ko'pincha bunday holatlarda davlat tomonidan kafolatlangan minimal pensiya miqdori yuqoriroq bo'ladi yoki staj talablari yumshatiladi. Bunda asosiysi belgilangan tartibda tibbiy mehnat ekspert komissiyasidan o'tgan va nogironlik guruhini tasdiqlovchi hujjatlarga ega bo'lishingizdir. Yangi tizimda ham ijtimoiy himoya prinsiplari saqlanib qolishi kutiladi. Ya'ni ijtimoiy zaif qatlamlar uchun davlat qo'shimcha yordam ko'rsatishda davom etadi. Ammo bu qo'shimcha yordamning hajmi va shartlari o'zgarishi mumkin. Shuning uchun bu toifadagi fuqarolar ham yangiliklarni kuzatib borishlari juda muhim. Ikki boquvchisini yo'qotgan oila a'zolari uchun. Agar oila boquvchisini yo'qotgan bo'lsa, uning qaramog'ida bo'lgan shaxslarga, masalan, voyaga yetmagan bolalar, ota-onalar yoki turmush o'rtog'iga boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi tayinlanadi. Bu pensiya miqdori ham marhumning ish stajiga va uning pensiya hisobiga o'tkazilgan mablag'larga bog'liq bo'ladi. Yangi qoidalar bo'yicha ham bu tizim saqlanib qoladi. Ammo marhumning shaxsiy pensiya hisobidagi mablag'larning miqdori pensiya miqdoriga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Agar marhum norasmiy ishlagan bo'lsa va hisobida yetarli mablag' bo'lmasa, oila oladigan pensiya miqdori sezilarli darajada kamayishi mumkin. Maxsus stajga ega shaxslar, ba'zi kasblar, masalan, harbiylar, ichki ishlar xodimlari, to'qon sanoati ishchilari, tibbiyot xodimlari va o'qituvchilar uchun alohida pensiya ta'minoti qoidalari mavjud. Ularning pensiyasi ko'pincha maxsus staj deb ataladigan qisqartirilgan ish staji bilan yoki yuqori pensiya koeffitsiyentlari bilan hisoblanadi. Yangi qoidalar bu toifadagi fuqarolarga ham ta'sir qilishi mumkin. Ammo ularning maxsus maqomi hisobga olinadi. Davlat bu toifadagi fuqarolarning xizmatlarini e'tirof etgan holda ularga nisbatan imtiyozlarni saqlab qolishi yoki ularning pensiya hisobiga qo'shimcha davlat ajratmalarini amalga oshirishi mumkin. Biroq bu hammasi aniq tartibga solinishi kerak. Shuning uchun bu toifadagi fuqarolar ham o'z vaziyatlarini diqqat bilan o'rganishlari lozim. Kutilmagan qiyinchiliklar va noaniq jihatlar: 1. Pensiya kapitalini indeksatsiya qilish. Yangi tizimda sizning shaxsiy pensiya hisobingizga to'langan mablag'lar inflyatsiyadan himoyalanishi va real qiymatini saqlab qolishi uchun qanday indeksatsiya qilinishi muhim masala. Agar indeksatsiya mexanizmi samarali bo'lmasa, yillar davomida to'plangan mablag'larning qadri inflyatsiya tufayli pasayib ketishi mumkin. Bu esa pensiya oluvchilarning xarid qobiliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Hukumat bu masalaga jiddiy e'tibor qaratishi va aniq, shaffof indeksatsiya mexanizmini joriy etishi shart. 2. O'z-o'zini band qilgan shaxslar uchun muammo. Hozirgi kunda ko'plab fuqarolar o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tib, pensiya jamg'armasiga minimal to'lovlarni amalga oshirmoqda. Yangi qoidalar sharoitida agar ular faqat minimal to'lovlarni amalga oshiraversa, kelajakda ularning pensiya miqdori juda past bo'lishi mumkin. Bu toifadagi fuqarolar o'z daromadlariga mutanosib ravishda pensiya jamg'armasiga ko'proq to'lovlarni amalga oshirish imkoniyatini ko'rib chiqishlari kerak. Pensiya hisobvaragidagi xatolar. Ba'zida ish beruvchilar tomonidan noto'g'ri ma'lumotlar taqdim etilishi yoki texnik xatolar tufayli pensiya hisobvarag'ingizga noto'g'ri ma'lumotlar kiritilishi mumkin. Bu esa kelajakda pensiya miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun har bir fuqaro o'zining pensiya hisobvaragidagi ma'lumotlarni muntazam ravishda tekshirib borishi va har qanday nomuvofiqliklarni o'z vaqtida bartaraf etishi shart. 4. Muddatdan oldin pensiyaga chiqish imkoniyati. Hozirgi qonunchilikda ma'lum sharoitlarda muddatidan oldin pensiyaga chiqish imkoniyatlari mavjud. Masalan, bolalarni tarbiyalagan ayollar uchun, ko'p bolali onalar uchun yoki ma'lum kasblardagi shaxslar uchun. Yangi tizimda bu imkoniyatlar
qanday saqlanib qolishi yoki o'zgarishi ham muhim masala. Bu haqida qo'shimcha rasmiy ma'lumotlarni kutish kerak. 5. Davlat budjeti ta'siri. Yangi pensiya tizimining davlat budjetiga ta'siri ham muhimdir. Agar pensiya jamg'armasi mustaqilroq bo'lsa va davlat budjetidan kamroq mablag' jalb qilsa, bu iqtisodiy barqarorlik uchun ijobiy bo'ladi. Ammo o'tish davrida ba'zi qiyinchiliklar va xarajatlar yuzaga kelishi mumkin. Bu jihatlar shuni ko'rsatadiki, pensiya islohotlari murakkab jarayon bo'lib, har bir fuqaro uchun chuqur tushunish va faol ishtirok etishni talab qiladi. Shuning uchun har birimiz o'z kelajagimiz uchun mas'uliyatni o'z zimmamizga olishimiz kerak. Xo'sh, bu holatda siz nima qilishingiz kerak? Qanday amaliy qadamlar qo'yishingiz mumkin? Men sizga aniq ko'rsatmalar beraman. Har bir bandni diqqat bilan o'rganing va shunga amal qiling. 1. Pensiya jamg'armasidagi shaxsiy hisobingiz holatini tekshiring. Bu sizning birinchi va eng muhim qadamingiz. Sizning ishingizdan pensiya jamg'armasiga qancha pul o'tkazilganligini bilib olishingiz shart. Buni bir necha yo'l bilan amalga oshirish mumkin. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyBank.gov orqali. Agar sizda elektron raqamli imzo yeri bo'lsa, My.gov.uz portaliga kirib, ijtimoiy himoya bo'limidan ish staji va ish haqini hisoblash bo'yicha ma'lumot xizmatini tanlashingiz mumkin. Bu yerda sizning ish stajingiz, o'tkazilgan ijtimoiy ajratmalar va o'rtacha ish haqingiz haqida batafsil ma'lumot beriladi. Bu ma'lumotlar elektron tarzda taqdim etiladi va juda tez olinadi. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga murojaat qiling. Agar elektron xizmatlardan foydalanishda qiynalsangiz yoki ma'lumotlaringizni shaxsan olmoqchi bo'lsangiz, yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasport bilan borib, o'z pensiya hisobingiz holati bo'yicha ma'lumot so'rang. Ular sizga ish staji, to'langan ajratmalar va pensiya ballari agar mavjud bo'lsa, haqida ma'lumotnoma berishlari shart. 2. Barcha mehnat daftarchalaringiz va mehnat shartnomalaringizni tartibga soling. Pensiya hisob varag'ingizdagi ma'lumotlar bilan mehnat daftarchangizdagi yozuvlarni solishtiring. Agar qandaydir nomuvofiqliklar, yozuvlardagi xatolar yoki yetishmovchiliklar mavjud bo'lsa, ularni hozirdan tuzatish choralarini ko'ring. Ish joyingizdan ma'lumotnomalar oling. Agar biror ish joyingizda stajingiz hisobga olinmagan bo'lsa yoki ish haqingiz to'g'ri ko'rsatilmagan bo'lsa, o'sha korxonadan tegishli ma'lumotnomalar, ish staji, ish haq haqida oling. Agarda korxona faoliyatini tugatgan bo'lsa, arxivga murojaat qilish zarur bo'ladi. Mehnat shartnomalaringizni saqlang. Har bir ish joyingizda imzolagan mehnat shartnomalaringizni, buyruq nusxalarini va ish haqi bo'yicha hujjatlarni saqlab qo'ying. Bu hujjatlar kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday tortishuvlarni hal qilishda asos bo'ladi. 3. Ish beruvchingiz bilan suhbatlashing. Agar siz hali ham ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingiz bilan suhbatlashing va u sizning nomingizga pensiya jamg'armasiga to'lovlarni to'liq va muntazam ravishda amalga oshirayotganligiga ishonch hosil qiling. Agar siz qora yoki kulrang ish haqi olgan bo'lsangiz, ish beruvchingizdan ish haqingizni rasmiylashtirishni va barcha ijtimoiy ajratmalarni qonuniy ravishda o'tkazishni talab qiling. Ish beruvchining bu boradagi mas'uliyati juda katta ekanligini unutmang. Aks holda sizning pensiya miqdorini sezilarli darajada kamayadi va bu kelajakda sizga moliyaviy qiyinchiliklar tug'diradi. 4. O'z-o'zini band qilgan shaxslar va tadbirkorlar uchun. Agar siz o'z-o'zini band qilgan shaxs yoki yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsangiz, pensiya jamg'armasiga to'lovlarni muntazam ravishda va yetarli miqdorda amalga oshiring. Minimal to'lovlar minimal pensiyaga olib kelishini unutmang. Imkoniyat darajasida daromadingizga mutanosib ravishda ko'proq to'lashga harakat qiling. Bu sizning kelajakdagi pensiyangizni sezilarli darajada oshiradi. Soliq inspeksiyasining onlayn xizmatlari orqali o'zingizning ijtimoiy to'lovlar holatini nazorat qilib boring. 5. Hukumatning rasmiy e'lonlarini kuzatib boring. Pensiya qoidalari doimiy ravishda o'zgarishi mumkin. Yangi qarorlar, farmonlar va qonunlarni diqqat bilan kuzatib boring. O'zbekiston Respublikasi Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-sayti va axborot kanallariga obuna bo'ling. Bu sizga eng so'nggi va ishonchli ma'lumotlarni o'z vaqtida olish imkonini beradi. Shuningdek, bizning kanalimizda ham bu boradagi barcha yangiliklarni doimiy ravishda yoritib boramiz. 6. Huquqiy maslahat oling. Agar sizning vaziyatingiz murakkab bo'lsa, masalan, ish beruvchingiz to'lovlarni o'tkazmagan bo'lsa yoki sizning stajingizda jiddiy nomuvofiqliklar bo'lsa,
malakali yurist yoki pensiya masalalari bo'yicha mutaxassisdan maslahat oling. Ular sizga huquqiy yo'l yo'riq ko'rsatishi va zarur hujjatlarni tayyorlashda yordam berishi mumkin. Pensiya huquqingizni himoya qilish uchun sudga murojaat qilish zaruriyati tug'ilishi ham mumkin. 7. Vaqtni boy bermang. Bu qoidalarning 2026 yilda kuchga kirishi shuni anglatadiki, sizda tayyorgarlik ko'rish uchun cheklangan vaqt bor. Bugundan boshlab harakat qilishni boshlang. Ertaga qoldirmang, chunki vaqt o'tgan sayin vaziyatni tuzatish qiyinlashadi. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, 2026 yildan boshlab pensiya to'lash qoidalaridagi o'zgarishlar shunchaki oddiy bir yangilik emas, balki har birimizning moliyaviy kelajagimizga bevosita ta'sir ko'rsatadigan jiddiy islohotdir. Bu o'zgarishlar sizning pensiyangizni umuman kesib tashlash ma'nosini anglatmasligi mumkin, ammo bu albatta pensiyaning shaklllanish tamoyillarini tubdan o'zgartiradi. Endi pensiya miqdori sizning shaxsiy hisobingizga to'plangan mablag'larga yanada ko'proq bog'liq bo'ladi. Shuning uchun bugundan boshlab o'z pensiya kelajagingizni o'ylab harakat qilishni boshlashingiz kerak. O'zingizning shaxsiy pensiya hisob varag'ingiz holatini tekshiring. Zarur hujjatlarni to'plang. Ish beruvchingiz bilan bu masalani muhokama qiling va barcha to'lovlar qonuniy ravishda amalga oshirilayotganligiga ishonch hosil qiling. Vaqtni boy bermang. Bu sizning keksalikdagi xotirjamligingizning kafolatidir. Umid qilamanki, bugungi videom siz uchun juda foydali bo'ldi. Bu boradagi savollaringiz, fikrlaringiz yoki o'z shaxsiy holatingiz haqidagi mulohazalaringizni sharhlarda qoldiring. Ularni o'qish va imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosishni unutmang va kanalga obuna bo'ling. Chunki biz sizning moliyaviy savodxonligingizni oshirishga doimiy ravishda hissa qo'shamiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha